Aziz obunachilarimiz, bugun mana ikkinchi qassobimizni ham olib keldik. Bu kishidan qanaqa go'sht mahsulotlarini qabul qilishimizni, bizga kerak bo'lgan joylarni ko'rsatib boramiz va bizni kuzatishda davom eting. Aziz obunachilarimiz, mana veterinariyadan o'tgan, testdan o'tgan qog'ozlarimiz bor. Bu qassoblarimiz uchun mahsulotlarni olamiz, qabul qilamiz. Obunachilar, mana qassob bog'imizni o'zlari bilan gaplashib ko'ramiz. Assalomu alaykum, qassob bog'. Siz yaxshimisiz? Sog'liq akajon, Hamdon bog'iga qanchadan beri go'sht berasiz? Biza mana ustozimiz 40 yildan beri shu mahallada shu ish bilan, faoliyat bilan shug'ullanadilar. Hamdon boboni ham mana ochilishini biladilar u kishi. Endi biza yosh bo'lganimizda u paytlar bilamiz. Hamdon bobo bilan ham bir 10-15 yil deyarli ishlab turibmiz. Hali hech kimdan unaqa bir e'tiroz olganimiz yo'q. Mana sizlardan ham misol uchun hech qanaqa e'tiroz kelgani yo'q. Biza qo'limizdan kelgancha o'sha yerda iste'molchilari, mijozlari o'ylagan holda yaxshi go'sht, yaxshi mahsulot berishga harakat qilyapmiz. Shu paytgacha mana hech qanaqa muammo bo'lgani yo'q. Yaxshi ishlab kelmoqdamiz. Rahmat. Sizlar ham mana bizlardan olib turibsizlar. Bizlar ham o'zimiz ham mana kelgan odamlarni yuboramiz o'sha yerga, bemalol ishonch hosil qilib borib, o'tirib shashliklardan, go'shtlardan yesangiz bo'ladi deb. Ishimiz bardavom bo'lsin inshaalloh. Nasib bo'lsa, akajon, siz bilan yana 2026-yil yangi shartnomalar qilib, yana siz bilan ishlashga davom etamiz. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Aziz do'stlar, mana Pulmo'g'ob mahallasida G'ayratbog' qassobxonalari go'sht mahsulotlarini hammasi zo'r. Taksi pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Go'sht yetkazish xizmatlari ham bularda mavjud.